Mana 3 ta yangi olib keldik. 3 ta yangi endi o'tga keldi. Bir joydan kechasi telefon bo'lib qoldi. Zarar pul kerak bo'lib qolgan ekan. Endi o'tkalarimni bu tomonda borib olib keldik. Uchalasini 2 ta makon, bitta xo'roz. 400 ming bo'ldi. Qovuslarimizni endi o'tkalarni ichiga qo'shib qo'ydik. Endi o'tkalar bilan mosa qilib qilishib ovqatlarni birga yeyishib kelishgan holatga yaxshi barisi. Bitta hafta Qarshi karvon bozoriga mana shular chiqadi. Kimdaki olmoqchi bo'lsa telefon qilib uydan ham olib ketishi mumkin. 120 ta jo'ja chiqadi bitta hafta. Doim zapas turadi. Zapas tursa don reja so'q bo'lib tursa, shu uchala mana shular 15 kundan 20 kungacha narki birinchi ko'rsatgan maydachalarim bir haftalik ham emas 4 kunlik. Shahzodamiz bizning molxonamizda ko'rkida bu. Yangi kelgan ham bulardan qolishmaygan. Bu ham boqotagan. Azma ketin chiqqanlar sotib olyapmiz. Endi o'tkalari borlari bizga telefon qilib endi o'tkalar sotuvga bo'lsa agar aytaverasizlar 91 473 0509 ga endi o'tka sotaman desanglar 1000 tacha bo'lsa ham olaman. Mana shular ham 20 ta ham yaqinga keluvdi, o'zi chiqancha bo'lgani yo'q. Mana 3 ta keldi, 23 ta bo'ldi. Narki hovliga 70 ta bor. Fast endi o'tkalarni o'zi ham 100 dan o'tib qoldi. Mana vaqtda bittasi tuxum bosib qolibdi, o'zi ko'p bo'lib qolibdi. Vaqtda ham bir pachalayna maydachalar bor. Ovqatga. Sakraylar. Hadi. Ovqatga baring. Chiqa, mana hali. Qoch o'tdi-da o'g'lim, endi chakkaroqqa o'tib, mana shularni chiqarib olmay garang bo'layapman. Chiqarib olay, keyin ana qilaverasan.